Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana biz Norin tog'larining ichidamiz. Yaqinlashirdi. Norin tog'larining ichida mashinamiz buzilib qolib ketdik. Lekin shaqollar yonimizdan o'tib ketyapti, gap yo'q. Odamdan cho'chimaydi ekan. Men xudo xolasa bir mashina kelyapti. Bu yerda hech kim to'xtamaydi ekan mana. Bu uzoq yo'lga chiqqandan keyin tros bo'lish kerak ekan zotning. Trosimiz yo'q, mana hech kim yordam bermayapti. Tog'ning ichida qolib ketdik.